Jabborov Shahobiddin Qiziltepa fizioterapiya va davolash sog'lomlashtirish sihatgohida vrach laborant sifatida faoliyat yuritaman. Bizning laboratoriyamizda umumiy qon tahlillari, umumiy peshobot tahlillari, biokimyoviy tahlillar, koagulogramma, torch infeksiyasi, keyin ajralmalar tahlillari, gormonlar tahlillari va revmatoidli faktorlar ko'riladi. Bu apparatimizda Mendeley UA60 bunda test tirimchasi yordamida tekshiriladi. Bunda 10 ta ko'rsatkich bo'yicha tekshiriladi. Ularga glyukoza, urabularga beriladigan nitrit, keyin oqsillar va shunga o'xshash 10 ta ko'rsatkich bo'yicha tekshiriladi. Erkaklarning urug'lar tekshiriladi asosan va mazoklar, ya'ni ayollardan olingan uch nuqtali surtmalarni tekshiramiz. Bu apparatimiz Mendeley BC20. Bunda umumiy qon tahlillari o'tkaziladi 22 ta ko'rsatkich bo'yicha. Bundan tashqari o'zimiz soy qo'yamiz, ya'ni qon uvish vaqtini, elektroslar cho'kish tezligini ko'ramiz. Undan tashqari qon uvish vaqtini ko'ramiz. Apparatimiz Mendeley B88A. Bunda biz ko'proq biokimyoviy tahlillar o'tkazamiz. ALT, AST, mochvina, kreatinin, glyukoza, oqsillarni ko'ramiz. Keyin xolesterinni ko'ramiz, alfa amilaza bor, kalsiy ko'ramiz, keyin bilirubin ko'ramiz. O'sha narsalarni tekshiramiz.